Tamom jamoa Jasur turbazavrlar Barchaga yordam berar Qutqarishga shay'unlar Do'stlar bo'lsa yoningda bari oson bo'lar Boshingga kelsa kulfat yordamga kelar Turbazavrlar olg'a xavflar ketsin nari Turbazavrlar olg'a sarguzashtlar sari Turbazavrlar olg'a yordamga ucharlar Qutqarishga shay'unlar sen chaqirsang bo'ldi Turbazavrlar olg'a Ajab tovur yangilik. Shahar yaqinidagi bog'larning birida sayohatchilar tomonidan dinozavrga o'xshash jonzot aniqlandi. Voy tavba, o'zlari o'ylab topishyapti. Lekin baribir dadangiz do'stlari bilan o'rmonga borib, bu noma'lum jonzotni qidirib ko'rishadi. Turbazavrlarni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Rahmat buvijon. Rahmat. Sen esa bugun yonimda bo'lasan. Yana bo'tqayni oxirigacha yemabsan-ku. Ular bu yerda yo'q. Nahotki ularni tutib olishgan bo'lsa? Bo'lishi mumkin emas. Mana qayerda ekansiz? Sizlarni axtarib yurgandik. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Sizlarni qidirishmoqda. Tezroq bu yerdan ketish Ular kerak. sizni topishmoqchi. Balki qo'shni o'rmonga borib turarsiz. Qayerga ham borardik? Bizni uyimiz shu yer. Bir necha ming yillardan buyon Kataki odamlarga dinozavrlar xavfli emasligini aytamiz. Bizga kim ham ishonardi? Undan keyin bizni o'rmonga qo'yib yuborishmaydi. Biz haqimizda aytishni keragi yo'q. Anchadan buyon yashirinamiz. Bundan keyin ham yashirinishda davom etamiz. Topdim. Biz odamlarni yolg'ondan qo'rqitamiz. Buning uchun o'yinchoq dinozavrlar yasashimiz kerak. Odamlar o'yinchoqdan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Hamma o'sha amaki o'yinchoq dinozavrni haqiqiy deb o'ylabdi deyshadi. Ha nima? Menimcha Petya ajoyib fikr bildirdi. Rostdanam bu mavjudot kimnidir qo'rqitadi deb o'ylaysizmi? Nima senga yoqmayapti, Trak? U ko'proq yoqimtoy jonivorga o'xshaydi. Agar uni rezinadan yasasak, u bilan birga mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Boshqa taklifing bormi? Buni o'rniga dinozavr yasash kerak. Nega? Nima uchun? Ana bo'lmasam. Ha mayli, dinozavr bo'lsa bo'la qolsin. Buni qarang. Ana endi haqiqiy qo'rqinchli bo'ldi. Meni nimadan yaratar ekansiz? Xo'sh. Ha, Albatta yog'ochdan. Biz axir o'rmondamiz. Atrofga qarang. Bahonada o'rmon ham toza bo'ladi. barakalla Katya, aqlingga qoyil. Yog'ochdan emish. Turbazavrlar olg'a. Nega sen yordamlashmayapsan?
Meni namuna sifatida sizga foydam tegadi. Quyib qo'ygandek o'sima. Hozir buzib qo'yasiz, qani kesh. Qo'rqinchli maxluqni topishibdi. O'rmonni o'rtasida turgan emish. Kimdir yog'ochdan haykal yasab qo'ygan ekan. Sayohatchilar esa uni haqiqiy dinozavr deb o'ylashibdi. Dadangiz do'stlari bilan yog'och dinozavrni shahar markaziga olib kelib o'rnatishdi. Biz uddasidan chiqdik. Buni trakka ko'rsatish kerak. Juda xursand bo'ladi. 34, 35. Men izlashni boshladim. Petyani topdim. Ana Bora. Ana, Fedyani o'zi ham topildi. Bu g'irromlik. Agar aksirmaganimda aslo topolmagan bo'lardingiz. Hatto 1 yildan keyin ham. Qo'ysangchi. Masalan, men eng avval daraxtlarni tepasiga qarayman. Hamma gap hovlida yashirinadigan joy yo'qligida. Agar o'rmonda o'ynasak, meni hech kim topolmasdi. Nura xola o'rmonga borishimizga ruxsat bermaydi. O'yinni shu yerda davom ettiramiz. Petya, endi seni galing. 1, 2, 3, 4, 5. Tushunmadim. U qayoqqa ketdi ekan? Balki o'rmongadir. Boya meni u yerda hech kim topolmaydi degandi. Men topaman. Bu juda oddiy. Borya, to'xta. Uni bir o'zing izlamoqchimisan? U meni ukam. Uni o'zim topishim kerak. Qutqaringlar, yordam beringlar. Voy. 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 Kim bor? Fedya! Boryani bir o'zini bekor yubordik-da. Endi nima qilamiz? Men bilaman. Turbozavrlar yordam berishadi. Ajoyib surat. Bizga yordamingiz kerak. Do'stlarimiz yo'qolib qolishdi. Vahima qilmanglar. Zero doim yordamga tayyor. O'rmonni buncha kattaligini bilmasdim. Juda charchadim. Qornim ham ochdi. Meniki ham, chanqadim ham. Qiziq, bizni topa olisharmikin? Ularni topdim, lekin oldilariga borish qiyin. Bir yonda botqoqlik, ikkinchi tomonda esa jarlik bor. Jarlik tomondan o'tamiz. Voy bu. Buni qara-ya. Sen ilojsiz ishni o'zi yo'q deysan-ku. Xo'sh, endi qanday qilib o'tamiz? Qulagan daraxtni ko'ryapsanmi? Undan ko'prik yasab narigi tomonga o'tamiz. Turbozavrlar olg'a! Bor, ko'prik quriladigan joyni yaxshilab tekisla. Anki sen daraxtni ilib, trekka uzatasan. Sen esa daraxtni tanasini jarlikni narigi tomoniga otasan. Voy. Bu tongi badan tarbiya natijasi.
Endi qanday qilib o'tamiz u yerga? Bir g'oya bor. Haqiqiy ko'prik qursak-chi? Mana bunday qilib. Qaytaga shunisi yaxshiroq. Qoziqli ko'prik. Qoziqli ko'prik. Fantastika! Zervado, ko'prik uchun g'o'lalar toping. Bul, ularni bu yerga olib kelasan. Tur, endi bizga kattaroq maydon kerak bo'ladi. Qoziqlar mustahkam o'rnatilmagan bo'lsa-chi? Hozir bu ishni boplaymiz. Bizga ko'prik uchun taxtalar kerak. Anki, g'olalarni trakka uzat. Trak ularni tilimlab, qoziqlar ustiga o'rnatib chiqadi. Ularni uyg'otma. Menda bir g'oya bor. Lekin buning uchun g'ildiraylar kerak bo'ladi. Bolalar qayerda qoldi ekan, a? Kech tushdi-ku. Qayoqqa ketishdi ekan? Bolalarimni topolmayapman. Xavotirlanmang. Biz berki machoq o'ynadik. Izlay endigina topdik. Yuring. Fedya, Borya, yerda uxlash mumkin emas. Shamollab qolasizlar-ku. Botqoqlik qani? Qo'rqinchli o'rmonchi. Aytish ko'ribsizlar. Qani yuringlar, somsalar tayyor. Do'stlaringizni ham chaqiring. Do'stlarni bori yaxshi-da. To'g'ri. Borya, menga ham bersang-chi, axir buni ikkalamizga sovg'a qilishgan. Hozir meni navbatim. Endi meniki. Bo'pti, ol. Chala qol. Faqat 10 marta. Petya, nima deb o'ylaysan? Fedya va Boryadan qachonlardir barabanchi chiqarmikin? Imkonsiz narsani o'zi yo'q. Iye, qayerga ketyapsizlar? O'rmon mevalari terishga biz bilan yur. Bora olmayman. Fedya ikkimiz mashq qilyapmiz. Ish qilib adashib qolmaylik-da. Yur, qayta qolaylik. Petya, eshityapsanmi? Bu axir buloq-ku. Afsus, uydan ancha uzoqda ekan. Uzoq deysanmi? Menimcha biz uyimizning boshqa tomonidan chiqib qoldik. Uyimiz bu tarafda. Oy! Oy! Boyil. Ular buni uddalashdi. Biz nima qilamiz endi? Yo'lakcha. To'g'ri. Lekin turbozavrlarsiz buni eplay olmaymiz. Xo'sh, bizda nimalar bor? Bitta botqoqlik, quruq do'ngliklar. 1, 2, 3. Ana bu yerda yana bor. Bir fikr tug'ildi. Quruq do'ngliklar ustiga daraxt poyalaridan yasalgan ko'prik quramiz. Trak ikkimiz bu yerga singan va qurigan daraxtlarni olib kelamiz. To'g'ri, ularni ikkiga bo'ladi. Anki esa ularni kerakli joyga qo'yib chiqadi. Shu yo'l bilan tabiatni ham asrab qolamiz. Bu yerda kam uchrovchi o'simliklar bor ekan. Bu yer ekologik so'qmoq bo'ladi. Ha? Men esa sizlarga ko'tarinki kayfiyat ulashib turaman. Turbozavrlar, olg'a!
qoyil maqom kadr bo'ldi. Hoziroq o'chirib tashla, Zer. Meni bu yerdan chiqarib olinglar. Voy. Ekologik so'qmoq tayyor. Shoshmanglar. Bu hali hammasi emas. Buncha antiqa o'simlik bo'lmasa. Bu hasharotxo'r o'simlik. Aniqrog'i yovvoyi gul. Uni tanasida yelim bor. Shu orqali u oziqlanadi. Voy. Voy. Duo, sen unga kattalik qilasan. Yovvoyi gul faqatgina hasharotlar bilan oziqlanadi. Ana bo'ldi, so'qmoq yo'lini ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat. Katta rahmat do'stlar. Sizlar bizning haqiqiy do'stimizsiz. Yordamingizsiz buni uddalay olmasdik. Endi biz buloq suvidan icha olamiz. Qanday yaxshi. Bu yerda antiqa o'simliklar juda ko'p ekan, a? Bularni kim o'ylab topdi ekan? Bu buloq haqida biz bilmas ekanmiz. Suvi biram shirinki. Voy, bu nimasi bo'ldi? Ha? Men bir narsani umuman tushunmayapman. Bir kunda baraban chalishni qanday qilib o'rganish mumkin ekan, a? Toblanish uchun quyosh to'laqonli tanaga nur sochib turishi kerak. Sen hamma quyoshni to'sib qo'yding, Trak. Toblanishim uchun tanamga qumdan boshqa hech nima tegmayapti. Ha, to'sib qo'ydimmi? Quyoshni-ya? Trak, quyoshga tik qarama. O'tgan gal nima bo'lganini unutdingmi deyman, ha, Trak? O'tgan gal nima bo'lganda? Xo'sh. Salom. Bugun ajoyib havo bo'lyapti-a. Suvga kalla tashlasaydim. Afsuski kalla tashlash uchun balandroq minoramiz yo'q-da. Unda qutqaruv minorasi ham kerak. Balki kimgadir yordam kerak bo'lib qolar. Mana men qutqaruvchi bo'laman-da. Men minorada ekanimda birdaganiga qutqaring, yordam bering, qutqaring. Meni esa vahima qilmang. Hoziroq qutqaruv xizmati. Qutqaruvchining o'ziga yordam kerak ekan-ku. Men doim ishni yotgan holatda qutqarishdan boshlayman. Kelishdik. Kelinglar, ikkita minora quramiz. Birinchisi kalla tashlash uchun, ikkinchisi qutqaruv xizmati uchun. Qoidasiga binoan qurmasak bo'lmaydi. Axir bu yerga shahardan dam oluvchilar ham kelishadi-ku. Men esa keyin hammani qutqaraman. Minorani nimadan quramiz? Tosh va singan shox-shabbalardan quramiz. Shu bilan birga o'rmonni ham tozalab olardik. To'rbozavrlar, olg'a! Bul va Trak toshlarni tayyorlashadi. To'r va Anki shox-shabba yig'ib kelib, ularni saralashadi. Zer, sen. Men esa xavfsizlik qoidalarini tekshirib turaman. Kim biladi? Suvga sakrash balandligi va qutqaruv minorasida eng muhim asos nima? Qutqaruv minorasidagi eng muhim asos qutqaruvchi. To'ppa-to'g'ri. Sakrash balandligida esa muhimi sho'ng'uvchi. Noto'g'ri. Sho'ng'ish balandligida eng muhimi suv.
Bildingmi? Ay, diqqat! Minora ortida suzish, ayniqsa aksirish qat'iyan taqiqlanadi. Qoyil. Juda baland bo'ldi-a. Kim birinchi sakraydi? Men biroz mashq qilishim kerak. Mana shunday. Men ham. Voy, qahramonlar, mendan o'rganinglar. Sizlar qo'rqyapsizlar-a? To'g'rimi? Hech ham qo'rqanimiz yo'q-da. To'g'rimi, Tor? Haligi anki balki birinchi bo'lib trak sakrab ko'rar-a yoki bumi? Biz juda kattamiz. Bu yerga sig'masak kerak-ov. Mabodo kerak bo'lsa, qutqaruvchi o'z joyida. Katta rahmat, Zer. Juda tekislashtirding. Anki yuqoriga ko'tarilishimiz bilan aytarsan-a, men qo'rqqanimdan ko'zlarimni yopib olganman. Men ham avvaliga yopib oluvdim, keyin esa biz jasur turbozavrlar ekanimizni esladimmi, ko'zlarimni ochdim. Mana shunday. Ko'zlarimiz yopiq bo'lsa, unchalik ham qo'rqinchli bo'lmas ekan. Tushinglar, sakrashingiz shart emas. Turbozavrlar hech qachon taslim bo'lishmaydi. 3 gacha sananglar. 1, 2, 3. Men hammasini suratga oldim. Oldim. Qoyilmaqom sakrash bo'ldi lekin. Afsus, men kimnidir juda qutqargim kelayotgandi-da. Afsus, hech kim qutqaruvga muhtoj emas ekan. Biz ikkimiz uchun balandlik qildi. Lekin biroz katta bo'lsak, ana undan keyin Sizlarni qutqaraman, to'g'rimi? Bo'la qol. Ana shunday. Bo'la qol. Negadir zerikyapman. Nima bilan shug'ullansam-kin, ha? Barakalla, Trak. Bu haqiqiy shaxmatchining yurishi bo'ldi. Zo'rku. Xo'sh, men yutdimmi? Hozircha yo'q. Yana seni galing. Ot bilan yur, ot bilan. Oshir, endi sen oshir. Oshir, mana shunday. Darvozada tursang, hech ham chalg'ima. Bo'lmasa golni o'tkazib yuborasan. nima? Ana bo'lmasam. Seni ogohlantirgandim. Sen hech nima bilan shug'ullanmay, birovlarga halal beryapsan. Nima qilishim kerak? Shaxmat ham, futbol ham o'ynagim kelmayapti. Zer, menda senga kerak bo'lgan narsa bor. Ha? Bu bizning eski radioyimiz. Omborxonadan topdim. Qara. Havo bulutli. Ba'zi joylarda esa kuchli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Harorat 20. 5-raqamli patrul xizmati, chorrahada tirbandlik, qutqaruv xizmati qabul. Mana ol. Endi sen barcha yangiliklardan boxabar bo'lasan. Ana, Zerga ham mashg'ulot topdik. Davom etamizmi? Bizga samolyot olib berishdi. Lekin Nora xolam uni avval o'zi sinab ko'rmoqchi. Bolalar, unutmanglar, eng avvalo ko'rsatmani o'qib chiqish zarur. Bo'ldi, tushundim. Bo'ri, yoqaver.
Samolyot uchmayapti. Oy, u buzuq shekilli. Nora xola, uni qo'yib yuborib ko'ring-chi. Qo'yib yuboraymi? Borya, sen ko'rsatmani o'qimading, shuning uchun boshqara olmayapsan. Men esa o'qidim va boshqara olaman. Mana o'ynab ham bo'ldik. Xafa bo'lmanglar, samolyotingizni albatta topamiz. Zer qayerga ketdi? Unga juda muhim topshirig'imiz bor. Eshitdingizmi? Sahar cho'lida bugun odatdagidan ham ko'ra issiqroq ekan. Tarktida esa qor yog'ar ekanmish. O, bu qanaqa signal bo'ldi? Juda g'alati ovoz-ku. Menimcha sos signaliga o'xshayapti. Sos, bu halokat degani. Bu degani kimgadir yordam kerak. Menimcha bu samolyot shekilli. Balki uni yashin urgandir. Nima qilamiz endi? Aerodrom quramiz. To'g'rimi? U yaqinlashyapti. Tezroq. Tor, maydonni tosh va butalardan tozala. Bo'l, yerni tekislaysan. Trak, yerni ko'zdan kechirib belgilar o'rnat. Anki, o'tlarni yulib chiq. Do, chiroqlaringni yoq. Bu bizning qo'nish yorug'ligimiz bo'ladi. Turbozavrlar, olg'a! Ana u, men uning chirog'ini ko'ryapman. Bu nima? Samolyot, bu faqat kichkinasi. Katta rahmat. Uni qanday topdinglar? Radio signal yordam berdi. Yana ob-havo ma'lumotlari ham.